Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga 2013-yildagi Captiva 3'imizni syomka etib beramiz. Turshuna qaranglar buni, chiroyli diskalar bilan. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, do'stlar, buni 2013-yil bo'ladi. Baklajан svet, qora emas. Diskalar qo'yilgan. Vaqtida $2000 olib qo'yilgan diskalar, balonlar ham qimmat balonlardan qo'yilgan. Tonirovkalari bor. Keyin buni narsasiga keladigan bo'lsak, kraskasini shunday shuning petnosi bor. Ozgina rasmlar ham bor. Mashinani sotib bo'lgani, birozgina to'yda shuning cholash holat bo'lib qolgan. Mashinamizni ichiga keladigan bo'lsak, balonlar holatini ko'rsataman. Balon holatlari qimmat balondan, uni hamma biladi, sportlarni ko'zam. Ishlari akkuratniy. İçinde nakitkeler, pioner motiflar и chiroyli rollar. Kunupshni. Probegine keladigan bo'lsak, probegi 120 ming kilometr yuribdi mashinamizni. İçinde Lenovo video registratorlari, lyuklari mana narsa ishlab turibdi. Konditsioner, pechka, sechka mana narsa ishlab turibdi mashinamiz. Holati в общем chotki holatda turibdi degan mashina. Ishlari Mashinamiz hech yeri o'zgartirilmagan. Hamma vaji o'zini radnoy narsalar turibdi. Eldalar Captiva 4 bo'lib, bunday narsalar o'zgartirilmagan. Zadniy kameralar qo'yilgan. Mashinamiz holati yana shunday holatda yana. Tonirovkalar, tayyor mashina. Mashinamiz benzinda turibdi. Benzinda yurgan mashina, bir egadan salonni olib minilgan mashina. 2013-yil Captiva 3 ni o'zi bo'ladi. 4 ataman desangizlar, bir far bilan bamper almashadi. Kapotga almashmaydi. Bilmaydilar uchun. Mashinamiz shunday holatda. Mashinamizni puluna keladigan bo'lsak, puli 135 million so'm aytilib turibdi. Boshqa yillarda ko'rdik ham 13-yildan 40 ham, 50 ham aytib o'tirganlari bor. Lekin bu 120 ming yurgan. Balonlari toza, diskalar qo'yilgan chiroyli. Mashinamiz holati zo'r holatda. 135 million so'm. Yana kelishadigan yeri bor. Do'stlar, telefon urib so'ralashingiz mumkin. Naqd pulga kelishiladi обязательно. Barter xizmat ham bor. Любой mashina bilan. Shunday holatda yana. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlari yozilib turadi.